Uyam yangi işletim kızlar. Ha yorum kızlar yaxshi materialinglar xayrlik bo'lsin. Buguncha kayfiyatinglar qandoqroqmish? Pul xashlashni xo'sh yoqmayotgan, uy tozalash asla xo'sh yoqmayotgan, tomoq yedish qilib bo'ldi. Faqat hech qanday bir ish qilish xo'sh yoqmayotgan qizlarda nechanglar bor. Bu bir xil kasallikchimi bilib olinglar. Hargiz men eliqi o'rin bo'lib qoldim deb xiyol qilmanglar. Bu bir tashvishlanishning dastlabki mazgili. Masalan, jiddiylashsizlar, uyqu supatinglar yaxshi bo'lmaydi, tushlarni shundoq chiqib ko'rsizlar. Undan boshqa pulinglar bo'lsa-mu, satlarga chiqib bir narsalar elish, bozor aylanishlar qat'iy xo'sh yoqmaydi, uy tozalash, tomoq yedishlar asla xo'sh yoqmaydi. Hatto bir tuzigarak bir qism kino ko'rishmi xo'sh yoqmaydi. Nima qilinglar borligini, nima yeyinglar borligini asla bilmaysizlar. Mana menga o'xshash bo'lib qolgan qizlardan nechanglar bor. Men aytiyozda mushtaq bo'lib qilib, jo'nyi doktorxonasiga berib, biza bir davolangandan keyin hali bir aslimga gap xil yaxshi bo'lib qolgandim. Men yaqindan qiynatam tugab ketdi, yeli o ish bo'ldi, yeli bu ish bo'ldi, ish qilib, yana asli holatimga qayt qilyapman qizlar. Shunchalik bir siqilish bor, jiddiylashish bor. Qiynapam yo'q, qiynatam yo'q, voy qopmabsizmi, uy tozalamabsizmi, o'rin yig'mabsizmi deydigan, meni boshqurgan hech kim yo'q. Lekin men shundaqdimi, atdigin o'rnimdan tashvishlanib qopman. Bir xil bir ishlar yuz berdigandek yurkim selib qopman. Lekin hech qanday ish yuz bermaydi. Shundaq bir siqilish bor. O siqilishni hech kimga tasvirlab beramayman. Uy tozalayman deb yod qilay, mana ishonsanglar 1,5 soat bo'ldi. Qo'pish degan narsa qat'iy xo'sh yoqmadi. Lekin amal yo'q, o'zimni zo'mizo. Shu sizlarga mush uyni tozalayman, tozalamoqchi deyish orqali mush uyni haqiqiy tozalash uchun, o'rnimdan qo'pish uchun mush mazmun narsalarga bahrlab turibman. Menga o'xshash bo'lgan qizlar sizlar qo'panglar, bo'linglar. Bir harakat qilaylik, qallarimiz sal orom deb qolsin. Shu uy tozalash jarayonimizda shu ko'ngilsiz ishlarni unutib qolgan asosda bir uy tozalab boqamdoq, qo'pamdoq. Davomli mush uxlash kiyimim bilan qolgan, davomli mush rassiz chechim bilan qolgan qizlar amal ba ortiqchiligini chiqarib ko'rib beranglarchimi? Amaliyotda bir do'stlarim telefon qilib chiqay deb yaram bo'ldim, xo'goyaylik, yoki bo'lmasa chiqa bir nima qilaylik, bozor joylaylik desam, tayyor do'stlarim jiq, lekin mening ko'nglim tatmaydi. Shundoq yavoyi bo'lib qoldim qizlar. Yolg'izlikni shunchalik yaxshi ko'rman. Yolg'iz o'ltasam qallam shundoq orom deb qolgandek, shundoq rohat yengillab qolgandek his qilaman. Unda bo'lsa o'rnimizdan qo'yib uy tozalaylik, uy tozalagan vlogimni ham bahrlab beray, ko'rishni unutib qolmanglar. Shu sizlarga ham bahrlash jarayonida shu jozini telefonga tiklab qo'yib turib uy tozalab, shu uyimni tozalab olaman. Shu sizlarga ko'rsatish uchun. Faqat bir sizlar menga ilhom, men sizlarga ilhom shundaqmi? Taqdirshaylik qizlar. Shu yo'llarimni omlashtirib olay. Qishmi yoz tutam sızmaydi qizlar. Shu ham shundaq qilin paypoqlarni kiyishni yaxshi ko'raman. Paypoqimni kiyib olay, anandan keyin chachlarimni bo'g'ib o'rnimdan biroq qo'pay bo'lmasizlarmi? Men bilan o'xshash qo'polmish vlogimni ko'rgandan keyin menga o'xshash bo'lib qolayotgan qizlar qo'panglar. Ishlarimni bo'g'ay. Terasa shimni ishlatayotgansizlar qizlar, ishlatdinglar. Nemligingiz kammadimi deb so'qlab ko'zi to'k bo'lib ketgan qizlar az qoldi. Rasmiyatlar bitib qoldi qizlar. Mushu bir 20 kunlar qolmay chiqib qelishi mumkin. Saqlab turinglar, uning ichi javharimni ishlatgach turinglar. Javharlarimni, potqoq malhamlarimni ishlatgan qizlarning inkas bek yaxshi, bek xush bo'ldim, bek suyundim, ishonsanglarmi shundoq yaxshi inkaslar beribsizlar. Haqiqatan bek yaxshi. Oqshomona javharlarimni surib yotgan, paqiraq turdi, hozir mobi ichiqliq shundoq bo'lsa, men teramdagi nurni ko'ra oldinglarmi? Teringlarni mana shundoq nurliq qilib suv to'yindirib berdi, qerishga qarashtirdi. Unda bo'lsa avval kotingdan boshlab tozalamdoq. Mana bu telefonni jazg'a tiqdim. Mana shundoq video tartish kesishdan o'rgansanglar bo'ladi, jumo qizlar qilmaydigan ish yo'q mana. Telefonni jazg'a tiqdim. Hozir uy tozalashni boshlaymiz, chiroq yoqay. Uyam yangi ishlatdim qizlar. Shu qiynatam tugab qilish sababli men haqiqatan cho'ng bo'ldim. Bu daqiqatim cho'ng o'g'limni his qildim. Biz bundaq bek cho'nglarni kutib, mehmon kutib, uzdib qilib baxmag'li xil uzun bo'lib qoldi ekan. Men bozor chiqqanda yaxsini uzdib baxmagan. Biroq uyam xil kam tashati, lekin men uyam sal kichik. 20 pinfon kichik hisobda. Shu sababdan uyam kichiklak ketdi deb bunda safalarni qo'ymagan, lekin cho'ng safa bo'lmasa qat'iy bo'lmaydi ekan. Hozir nurg'ullar ko'p o'tirib bo'lmaydi ekan safa bo'lmasa. Shu sababdan safa sajiyalarini almashtirib etdim. Undan boshqa safa sajiyini ep bo'lgandan keyin gelimimga qarasam yarashmadi. Shundan bilan gelimimni almashtirib etdim. Uyam sal kichikligandek bo'lib qoldi, lekin mehmon kutsam bir 15 mehmonni kam tashlab uzib oladigan holatda bo'ldim. Bunda biz uy tozalashni boshlaylik, qo'tilib etdim qizlar. Qo'ponglar bilan tozalaylik. Amaliyotda bizga o'xshash kasallarni nurg'un saqlanim deb o'ylaydi desanglar, bizni o'rin deb o'ylaydi. Yana birisi yavoyi deb o'ylaydi. Yana birisi shaxsiyatchi deb o'ylaydi. Amaliyotda faqat bizni o'zimizga o'xshashlar ham tushunadi qizlar. Hatto siz yo'ldishimizmi tushunmaydi. Shaxsan mening yo'ldishimni tushunmaydi. Bekatumay mendan qusur izlaydi. Anda xo'p qoldingiz, manda xo'p qoldingiz, shaxsiyatchi bo'lib qoldingiz, vat bo'lib qoldingiz degandek. Lekin bu mijozimizni o'zimiz kontrol qilib bo'lmaymiz qizlar. Shu sababdan men abayaqi bir muncha sap nervini tinchlantiradigan, uyquni yaxshilaydigan bir narsalarni akirgan bo'ldim qizlar. Bu yerda bevosita ba'zan bir gaplarni desak cheklamaga uchraymiz. Videoimni tasdiqdan o'tkazmaydi. Shu sababdan ba'zan bir gaplarni desam o'zinglar tushunib olsanglar bo'lmoqchi. Agar faqat o'ngshalmag'idek bo'lsangiz, 4-doktorxonaga berib, ashyadan kesturing dedi. Shuning bilan shunday qilib, yo'ldishim bu qamlashmadi, juring sirtqa chiqib kiraylik. Uyda bundaq o'ltirib olsangiz qat'iy qamlashmaydi deb mana sirtlarga chiqib havo yegandan keyin sal-pal kayfiyatim yaxshilanib qoldi. Menga o'xshash bo'lib qolayotgan qizlar amal ba zo holatda sirtlarga chiqib beringlar. Aynakka qarab chiroyli yasinib beringlar, girim qilib beringlar. Baq qimmatini ap kiymasanglarmi, azanroq kiyimlarni bo'z ap kiyib beringlar qizlar. Bugungi vlogim mushagicha bo'lsin. Har kuni turmushimdagi aktiv mazmunlardan bahrlab turman. Terasir shimni ishlatishni unutib qolmanglar.